Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, gruppamizdagilar. Qashqadaryodan Nizomiddin akamiz nabor to'plam buyurtma qildi. Tayyorlab berdik. Bu juda ham katta nabor to'plam, chunki bu eng katta naborimiz hisoblanadi. Bundan katta naborimiz yo'q. Bunga yangiliklardan kiritdik, xudo xolasa. 6 ta pichog'i. Pichoqlar nejalash stol materialdan ishlangan. Juda ham mashina bo'lgan bular. Bitta qayrog'i, katmoni. Bular liboy pichoqqa tushaveradi. Relesga ham, klapinga ham, nejalash stolga ham, aboymaga ham tushaveradi. Universalniy qayroq. Ikkita bo'g'iz pichog'i 26 sm-lik. Mezvalar nejalash stol. Juda ham baquvvat qilib ishlangan. Gulvanti babit. Ruchkasi stabilga materialdan bo'lgan. Bu tog'lanib turadi bu materialimiz. Bitta terilash uchun, bitta razdelkaga, bitta mana bunday oshxona pichog'imiz ham bor. Yana bitta oshxona pichog'i bor. Ikki xil oshxona pichog'imiz, bitta chopqisi. Chopqisi ham nejalash stol materialdan bo'lgan. Ruchkalarni bir xilda qilib, stabilga qilib berdik. Boltasini uchadada moshniy qilib yangiligidan qilib berdi-da. Bu 17 sm-lik boltamiz. Orqalarini qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan. Ruchkalari chinordan bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Buni reaksiyalarini sinab ko'ramiz. Bo'g'iz pichog'idan boshlaymiz. Moshniy kesadi. Hammasi zo'r kesadi pichoqlarini. Bu teri pichog'i mana. Oshxona pichog'i. Bular hammasi oshxonaga qilib ketaveradi. Boltamiz reles materialdan ishlangan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatini qilib beramiz. Yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bitta bakalashga kelsa ham ko'ramiz. Videoga kirib qo'ymay turasiz do'stim. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham mo'shin ishlangan bu pichoqlar, zanglab qo'ymaydi umuman.